Assalomu alaykum akalar, ukalar. Men sizga bugun PUBG Mobile'ga iPad qilib kirishni ko'rsatmoqchiman. Buning uchun birinchi nastroykaga kiramiz. Nastroykaga kirgandan keyin bu yerda qo'shimcha sozlamalarga bosamiz va sekin bu yerda suzuvchi oynalar, mana ustiga bitta bosasiz. Keyin bu yerda mana yon asboblar qutisi, ustiga bitta bosasiz. Bu yerda mana bu shunday turadi. Ochiq holatda meni hozir yoniq turibdi. Shuni mana bunday qilib yoqib qo'yasiz. Keyin chiqamiz. Chiqqandan keyin bu yerda mana chiqdi. Mana ustiga bosib turasiz. Mana boling degan. Ikkinchisi boling deganiga bosasiz. Bosgandan keyin 7 sekund sanaysiz. 1 2 3 4 5 6 7. Shunday tortib pastga qilib. Bu juda ham yaxshi. Ikkita qilib iPad bo'ladi bunda. Ikkinchisi odamlar xira ko'rsatadi, lekin juda ham yaxshi, menga ma'qul. Juda ham ko'p o'ynayman bunda. Hitlari juda ham yaxshi. Bitta lobby o'ynaganda juda ham yaxshi hit tegadi. Mana. Juda ham yaxshi bu. Mana. Odamini ko'rmaysizmi, odamini? Mana bunga qarang. Mana akalar, ukalar, yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yamiz. Qolganlarga ham tarqatamiz. Xo'sh, salomat bo'ling.